Diqqat, bir odamning eshagi bor ekan, og'ir kasal bo'lib qoldi. Ko'z yumilib o'ylayapti ekan, ko'z yumilib egasi yalinishni boshladi. O'lma eshakjon, iltimos o'lma, men seni endi oftoblarda, quyoshlarda ishlatmayman, og'ir yuklamayman, oq yub oqtarayman, seni asrab avaylayman, o'lma eshakjon deyotgan. Ko'zini yumildi eshak. O'lma eshakjon, endi boshqa eshak yo'q, o'z bitta eshagi bor. O'lma eshakjon, iltimos senga arpa beraman degan ekan. Eshak shuni ko'zini ochdi. Endi arpani tip o'lib qoldi. Savol: eshak nima degan shu kommentariy yozinglar. Kelamiz. O'shani o'zi nimadir olib kelishimiz kerak edi. Aka, nima uncha qo'lingizni uzatasiz? Men karto'ramman. Qo'l o'rganib qo'ygan, nima qilay? Pul olib o'rganib qo'ygan. Ha, sen ham shunaqa qilavermadi. Oching tushib qolay. Qilma unaqa. Qilma unaqa. Unaqa qilma. Qilma unaqa. Aka, blokirovka deyapti, lekin ichiga puli bor. Keyingi safar to'layman a. Uka, meni tanimaysanmi deyman. Hammaga karta ordiraman, iloji yo'q. Ha, endi nima qilamiz? Kelikdan to'la, kelik bor-ku. Ha. Zaryadjon uchib qoldi-ku bu. Men senga zaryadchik beraman. Mana. Ha. Bolam tez yuraylik, kech qolyapmiz, ishlarimiz ko'p. Xo'la bu sizning ishingiz bilan bizning nima ishimiz bor? U karta o'rilyapti. Ha, bo'lgandir. Qani? Ha. Klik programmam yo'q-ku. Play Marketdan ko'chirib kutib turamiz. Ha. Megabaytim tugagan-ku. Men senga tochka yoqib turaman. Davay. Ha. Hozir ko'chyapti. Mike 93lik nomerda kod kelmayapti. Men sim kartani qo'y, uzmobay. Telefonni o'chirgan kalchasi yo'q-da. Kal. Aka, shu keyingi safar to'layman, ochayotmaylik shuni. Qalay, hozir qalay, ol ba, kalit mana, ol, sipka almashtir. Hozir to'laysan. Tezlash. Odam kutib qoladi, shuncha odam. Odam podonmas ekansiz, bir safar qo'yarsangiz o'lasizmi? Mana. Oching eshikda tushib qolaman. Qarasam, odamlarda pul bor. Bergisi kelmayapti, ha? Mana ofisga keldim. Ana furaga video qildim. Mana vizalar, o'sha vizalar. Tekshirishga keldim mana. Kecha juma kuni 15 ta odam uchib ketdi. Mana aka, mana ustiga ko'rsataymi, mana 365 kunlik multi bu. Mana sanasi 25-martdan o'zi vizasi ketgan. Bular ham erta bu hafta uchayotgan odamlar. Ay, ishonmaganlar, mana viza, bir stol viza. Ha, aka, sizga ham qiyin bo'ldi. Kreditni bekor oldingiz-da. Oyligingizni bebaraka qilib tashladi shu kredit. Endi bu 5-6 million oylik bilan vaziyatdan ham chiqa olmaysiz-da. Bir ikkita variantlar bir aytib ko'raymi? Slovakiyaga ish bor. Arendagi mashina bilan normal pul topasiz. Keyin furaga ish bor. Oylik zo'r. Keyin men Toshkentga avtobus haydaysiz, menga o'xshab mana avtobus yo'l yurasizmi? Normal lekin bir kun ish, bir kundan bu ham normal. Shu uchalasidan bittasi sizni vaziyatingizdan chiqib ketadi menimcha. Telefon qiling, afirja gaplashib olamiz. Telefon qiling. O'ylamang lekin aka, yaxshi ketadi. Ha, qarang. Ana orqadagi Husan, oldindagisi Hasan. Karta urmay tushsang, Husan deydi, keyin Husan ketimizdan qo'yish boshlaydi. O'sha uchun o'rta eshikdan qochamiz. Ikkayim bilmay qoladi. Hasan, mana senga. Bu Husan, bu Hasan. Sen kimsan? Men Zuhraman. Qolaman hammani. Hammang karta urasan. Qochaman deb o'ylama, atrofga qara. Men Fatmaman. Zoir. Yaxshi ushlab turinglar. Fatima, zerikma, men shu bo'yog'idan solaman, zerikma. Karta urmaysan? Bular nechta o'zi? Bilmayman. Ko'p ekan bular. Karta urmasa ilojimiz yo'q. Assalomu alaykum Shopir aka, charchamayapsizmi? Unga qarang. Ikki ko'zi o'ldaki qizga. Eskidan bekorga aytilmaganda, o'yinchidan xotining bo'lmasin, shopirdan ering bo'lmasin deb. Avtobuschilar aytmagan eskilar, boshqa shopirlar aytgan. Assalomu alaykum do'stlar, yana bitta chiroyli xabar aytaman. Toshkentga avtobusdagi ishchi olinadi. Shopir kerak. Bu masalada Avtosof boshlig'i Islom akaga savol beramiz. Islom aka, oyliklar haqida gapiringiz, qancha oylik oladi o'zi kiritgan shopirlar? Assalomu alaykum. Men
Islom Yodgorov Toshshahartrans aksiyadorlik jamiyati 1-avtobus saroyi filialida avtosaf boshlig'i bo'lib lavozimda ishlayman. Hozirda haydovchilarni ishga qabul qilyapmiz, olyapmiz. Haydovchilar 10 milliondan 15 milliongacha oylik maosh olyapti. Agarda viloyatdan keladigan haydovchilar 15-20 kishi bo'lib, bitta jamoa bo'lib keladigan bo'lsa, biz bitta yo'nalishni biriktirib berishimiz ham mumkin. Bitta guruhga qilib. Tushuninglar, 15-20 kishi bo'lib kiradigan bo'lsalar, bitta marshrutni beraman deyaptilar. Misol uchun Buxorodan kimdir kelayotgan bo'lsa, 20 kishi bo'lib kelsa, bitta marshrutni oladi, bitta zimli hammasi bir joyda odamni bitta marshrutda ishlayveradi. Shunaqa deyilyapti. Ular yotishi uchun yotar joy qilib beralasizmi? Obshitami? Agarda shu aytganimda shu 15-20 kishi bo'lib keladigan bo'lsa, yotar joy bilan ham ta'minlab beramiz. Boshqa joylarda 400 dollar, 500 dollarga kvartirani turib yurgandan ko'ra, tekin joyda turib yurgan yaxshi. Oylik cho'ntakka qoladi. Zo'r. Hozirgi kunda hamma avtobuslarimiz zamonaviy, yangi avtobuslar, yangi elektrobuslar kelyapti va kelishni davom etkazadi. Bir kun ish, bir kun dam. Bitta avtobusga ikkita haydovchi biriktiriladi. Shu hisobda 15 kun ish kuni hisoblanadi. Oyliklar mana hozir aytganimda 10 milliondan 15 milliongacha olyapti haydovchilar. Mana o'zingiz ham haydovchisiz bir necha yildan beri. Zo'r. Oylik masalan 15 kun ishlayman, bir kun ish, bir kundan mazza qilib ishlayman. Avtobusda yangi eski avtobus yo'q. Mazza qilib ishlaysiz. 12 million, 11,5 million menga chiqyapti misol uchun. Zo'r oyligi. Yana savollar bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, men Islom akadan so'rab javob aytaman sizlarga. bemalol kelinglar, ish bor, ish bilan ta'minlaymiz xudo xolisa. Kimdir ish izlayapti, D kategoriyasi bor, yotibdi uyda. O'sha uchun yetib borishga lakni bossangiz, o'sha biratanga yetib boradi. Rahmat. Pulni terib chiqdim sho'piraga, zo'r bo'ldi bu reysimiz o'xshadlik. Ha, sen zo'r ishlayapsan, gap yo'q. Boshliq. Qanday, normalmi? Senda stajyor bor ekan, ha? Ha, boshliq mana. Ha, yaxshi. O'tda avtobus hayda. Davay, hayda. Qanday yo'nardi? Deyona, yo'q turibdi-ku, hayda. Mana buni skorsi yo'q-da. Va Diona skosga turibdi, hayda. Senga berilgan birov bo'ldi. Nima qilibdi bu? Hayda, gazni bos. Gaz qaysida? O'rganib ketdi. Tortib ketdi. Bola basharasi aytib turibdi buni. Hayda, bo'l. U tortib ketadi bola. Bir endi plan tushunasizki, pul yig'ish konduktorim yo'q. Stajyorni ham biri ishlatasanmi? Bir marta bizga tushuncha bersang bo'lmaydimi? Aka turimiz bo'lsaymi? Signal bos, odamlar qo'ysin. Yurgan yo'q-ku, mo'l. İnsan. Baliqmi? Baliq. Yo, yevering, yo'qmi ishtaha. Yiysanmi? Yo'q, qancha oldingiz? 50 mingga. Yo'q, 50 mingga baliq yeyapsizmi? Aha, nima qilgan, nima bo'ladi? Pulni qayerdan oldingiz? Pulni o'g'irladim. Yo'lovchilardan o'g'irladim. Yaqinroq turgan ekan, pik vaqti edi. Qisasdan olim bilmay qoldi. Yo'q, hazillashmang, to'g'ri gapiring. O'zing ham to'g'ri savol bermayapsan-da. Ishlayapman mana, o'ylik bo'laman. Yo'q, oylikka baliq yemaslarki, yo naq pul olibsizlarmi? Naq pul qanday olaman? Kamera bo'ka. Yuklar tagan o'qi. Tamom qilgan. Yiysan ham dangasini. Yevering o'zi nima qoldi? Bo'lmasa qaramay tur, uka, iltimos. O'ylikka qarab yo'q. Shapaqar tur yeb olay, ukajon, iltimos. Probka qolib ketdik, yeyolmadim. Abit vaqtim o'tib ketdi, probka qolib ketdik. Bo'lmasa menga ham zarur emas, hamma go'zal. Qorni og'riq bo'lib o'ylamay qachonmisan, bak hamma qarab o'tir. Xo'p, yevering, oylikka qarab o'tiraman. Ketdi, xudoga shukr. Bemalol yeyman. Nima qilyapsan bu yoqqa? Aka, bir marta bilsam, adashib bilsam tushib ketmadi-ya baliq. Ye desam yemayman. Sumsilik qilib olibman, pul yo'q bu. Mervollarim, nihoyat tayyor bo'lib, video o'tkazsang, bu video hammaga kerak. Trassa 5 ta 2. Ana bu ofis, kuni bilan ishlaydi.
Hozir biz Farg'ona bilan Toshkentni ochdik. Sekin-sekin 12 bo'lyapti. Hammasini ochamiz. Ha, sinash uchun telefon qilib ko'ramiz. 5 ta 2. Assalomu alaykum, qayerga taksi? Men Farg'onaga ketishim kerak. Beshariqqa. Hop, hozir qayerda turibsiz? Sergeli mashina bozor oldida turibman. Hop, nechtaga mashina kerak? Soat 5 ta kerak. Hop, siz bilan bog'lanishadi. Xo'p, rahmat. Yaxshi, Xo'p, salomat. Tayyor hammasi. Bo'ldi. Soat 5 ta kelib men olib ketadi. Qani bizga taksistlar kerak. Ay, bekor yurganlar telefon qilinglar, shapqa ulan bo'lasizlar, mazza qilib ishlayverasiz. Zo'r bo'ladi. Bayroqlarni turishini qarang. Trassa 5 ta 2. Ana orqadagi Husan. Oldindagisi Hasan. Karta urmay tushsang Husan deydi, keyin Husan ketimizdan qo'yish boshlaydi. O'sha uchun o'rta eshikdan qochamiz. Ikkayim bilmay qoladi. Hasan, 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 mana senga. Bu Husan, bu Hasan. Sen kimsan? Men Zuhraman. Qolaman hamman. Hammang karta urasan. Qochaman deb o'ylama, atrofga qara. Men Fatmaman. Zoyir. Yaxshi ushlab turinglar. Fatima zerikma, men shu bo'yog'idan solaman, zerikma. Karta urmaysan? Bular nechta o'zi? Bilmayman. Ko'p ekan bular. Karta urmasa ilojimiz yo'q. Bu 100 ming bo'lim mana. Aka, men sizni tondim. Men sizga obuna bo'lganman. Rahmat. 100 ming bo'lim mana. Mani peshxod ustiga tushirib ketasiz. Men dom to'g'risidan tushib qolaman. Oting nima? Bekzod. Bekzod. Ha. Shu qo'y. Bitta sani obunang bilan men yulduz bo'lib qo'ymayman, tushundingmi? Shu qo'y. Kibir ekansiz. Mana, atpiska qilib tashladim. Oching eshikni. Shu qo'y. Qaytib qarang ko'rsatma. Birinchi to'xta, bakka. Birinchi obuna bu. Abrona o'sha o'tirgan ekaning-ku. Men senga obuna bo'lmayman. Sen kibirsan. Bakki. Menga aytyapsizmi aka? Avtobuschi deb yoz. Sразу obuna bo'lmanga. Davay, tezlashtir. Tushiraman bo'lsa. Bo'lar akajon o'zi. Bo'ldi. Mani hovlim Qizil darvoza. Xo'p bo'ladi. Kallangizga uray sizni. Kelamiz. O'shani o'zi nimadir olib kelishimiz kerak edi. Aka, nima uncha qo'lingizni uzatasiz? Men karta uraman. Qo'l o'rganib qo'ygan, nima qilay? Pul olib o'rganib qo'ygan. Hasan ham shunaqa qilavermadi. Oching tushib qolay. Qilma unaqa. Qilma unaqa. Unaqa qilma. Qilma unaqa. Ha, aka, sizga ham qiyin bo'ldi. Kreditni bekor oldingiz-da. Oyligingizni bebaraka qilib tashladi shu kredit. Endi bu 5-6 million oylik bilan vaziyatdan ham chiqa olmaysiz-da. Bir ikkita variantlar bir aytib ko'raymi? Slovakiyaga ish bor. Arendagi mashina bilan normal pul topasiz. Keyin furaga ish bor. Oyligi zo'r. Keyin men Toshkentga avtobus haydayapsiz. Menga o'xshab mana avtobus yo'l yurasizmi? Normal ekan. Bir kun ish, bir kundan bu ham normal. Shu uchalasidan bittasi sizni vaziyatingizdan olib chiqib ketadi menimcha. Telefon qiling. Afirja gaplashib olamiz. Telefon qiling. O'ylamang lekin aka, yaxshi ketadi. Ha, qarang. Aka, meni kartam ham yo'q, pulim ham yo'q. Nima qilamiz? Yo'q, bo'lmaydi-da. Men bilasan, boshliqlarga ham karta ordirganman. Top endi 1700 so'm chiqmaydimi kartangdan? Aka, hech qayerda ishlamayman. Qayerdan biladi 1700 so'm? Mana to'kib ket. Mana to'kib keldim. Bo'ldimi? Bitta musor to'kib ketishing 1700 so'mmi? Ha, yana bir nima ayting, shunga o'xshash rachaq qilib ketay endi. Mana shu yubki. Buni iloji yo'q. Doktor qo'ling suvga tiqma degan. Uni qilolmayman. Boshqa ish aytmayman. Qo'lingdagi nima edi? Vilka, ovqatlandim, qo'limda qolib ketdi. Ha, ovqatga pul topasiz. Chiqma. Rahmat, brat. Yaxshi bo'lmadi. Ha, Shofirjon aka? Gir qilardingiz, ota-onam kelsa urdiraman, xo'jayin kelsa urdiraman deb. Mana, to'lamasdan tushib ketibdi-ku. Ko'p gapiryapsiz, mana shu vilka bilan yeysan.
qo'lidan boshini qo'yishmi? Uyat, uyat. Diqqat, bir odamni eshagi bor ekan, og'ir kasal bo'lib qoldi. Ko'z yumilib o'ylayapti ekan, ko'z yumilib egasi yalinishni boshladi. O'lma eshakjon, iltimos o'lma, men seni endi oftoblarda, quyoshlarda ishlatmayman, og'ir yuklamayman, oq yub oqtarayman, seni asrab avaylayman, o'lma eshakjon deyotgan. Ko'zini yumildi eshak. O'lma eshakjon, endi boshqa eshak yo'q, o'z bitta eshagi bor. O'lma eshakjon, iltimos senga arpa beraman degan ekan. Eshak shuni ko'zini ochdi. Endi arpani tip o'lib qoldi. Savol: eshak nima degan shu kommentariy yozinglar. Rahmat. Nimaga rahmat, karto'r? Aka, umuman karta urmayman. Bundan oldin ham urmaganman, bundan keyin ham urmayman. To'xta. Qimirlama. Qimirlama. Nima qilay buni? Go'salani yugurgani, tamom. Chaqirib olib ketaman buni. Chiq bu yerdan. Qochonmaydi bular, yarim tichiranib ko'radi-da. Nima uchun sen shu paytgacha karta urmas ekansan, endi ham urmas ekansan? To'xta, eshik yopildi, qochib ketmas. Nima gap? Aka, men umuman karta urmayman. Men tirikchiligim shundan iborat. Nima aka bu? Men hozir bozor borib kelaman, 3400 so'm foyda menga. Kim beradi senga u pulni? Menga hech kim bermaydi u pulni. Men bir marta bozor borib kelganimga 1700 so'mdan 3400 so'm qoladi. Bilasizmi shuni? Men kuniga 50 marta borib kelaman. Bilasizmi qancha bo'lib ketadi? Men bu biznesni o'zim o'ylab topganman. Tushunyapsizlarmi shuni? Hozir borib kelasan 1700 so'mdan 3400 so'm senga qolyapti. Ha. Aslan men vaqtim olyapti. Men 50 marta borib kelishim kerak. Rostdan lekin Hasan bu borib kelyapti, bizga pul bermayapti, shu cho'ntagiga kustasiga Qo'lobdi, hammasi qissamga qo'lobdi. Böyle tushsin, tush, och eshik och tushsin. Tush. Ya nimaga? To'xta. Karta urmadi-ku bu. Hozir bizga katta bir biznesni o'rgatib ketdi-da bu. Zo'r bo'ladi. O'yladim men haqiqatan to'g'ri-da. Har 3400 qolyapti bir borib kelgani. Biz ham qilamiz shuni, zo'r bo'ladi. Haqiqatan ham 3400. Hasan o'zing qilib ko'r, menga endi men bir borib kelaman. Ungacha birorta avtobusga chiqib qilib ko'rchi, qancha foyda qoladi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men Husanman, Hasan ukasi. Assalomu alaykum. Qalay, zo'rmi aka? Aka, narigi oстановkaga men pul olmay, karta urmay, xo'p, maylimi? Yo'q, to'lov shart emas. Shopirsiz uyat bo'ladi. Rahmat. Rahmat shopir aka, rahmat. Mujik, gap yo'q. Hasan, borib keldim. Ha, qanday bo'ldi? Ha, narigi oстановkaga borib keldim. Lekin hozir foyda qoldimi? Qanday bilsak bo'ladi, foyda qo'ygan qolmagan. Men uchun to'yga kirgandir balki. Bir 50 marta borib kelish kerakmi yo? Ha, bu 50 marta borib kelgani? To'g'ri, sen borib kelyapsan, men 50 marta borib kelyapman. Bo'ldi, ha. Agar seniki o'xshasa, men ham chiqaman 50 marta borib kelib, 100 marta borib kelamiz ekan. Ha, bu avtobusdan tashlab yuboramiz, onasi ko'rsin, normal bo'layotgan bo'lsa. Inson. Baliqmi? Baliq. Yo, yevering, yo'qmi ishtaha. Yuzami? Yo'q. Qancha oldingiz? 50 mingga. Yo'q. 50 mingga baliq yopsizmi? Aha, nima qilgan? Nima bo'ladi? Pulni qayerdan oldingiz? Pulni o'g'irladim. Yo'lovchilardan o'g'irladim. Yaqinroq turgan ekan, pik vaqti edi. Qisasdan olim bilmay qoldi. Yo'q, hazillashmang, to'g'ri gapiring. O'zing ham to'g'ri savol bermayapsan-da. Ishlayapman mana, o'ylik bo'laman. Yo'q, oylikka baliq yemaslarki, yo naqd pul olibsizlarmi? Naqd pul qanday olaman? Kamera bo'lkan. Liklar taggan o'qqa. Tamom qilgan. Yesam ham dangasini. Yevring o'zi nima qoldi? Bo'lmasa qaramay tur, uka, iltimos. O'ylikka qarab yo'q. Qarab tur, yeb olay, ukajon, iltimos. Probkaga qolib ketdik, yeyolmadim. Abit vaqtim o'tib ketdi, probkaga qolib ketdik. Bo'lmasa menga ham zarar emas, hamma ko'cha. Qorni og'riq bo'lib o'ylaman qachon bilsam, bak hamma qarab o'tadi. Xo'p, yevring, oylikka qarab o'tiraman.
Ketdi, Xudoga shukr. Bemalol yeyman. Nima qilyapsan bu yoqqa? Aka bir marta bilsam adashib bilsam tushib ketmadi ya baliq. Ye desam yemayman. Sumsizlik qilib olibman, pul yo'qmi? Umidanga yuraysizmi? Ha, mayli. Nima ish qilaman dedingiz? Bajarningman. Yaxshi. Dammi bugun? Ya, ishdaman. Biznes bo'ldi-da, qayerda yonibdimi? O'shaga ketaman. Ishdaman. Shuncha qayergadir pojar bo'lgan, olov yongan, siz shuni o'chirishga ketyapsiz. Avtobus bilan boryapsiz. Ha, yonibdi-da. Yo, mayli, borguncha sheriklar o'chirib turadimi? Faqat o'chiradi, shopirman. Hammasi kuchlayman, kutibdi. Ishqilib, olov sizga yordam qiladimi? Sal sekinroq yonib tur, hamburgerlarni yo'qliklarini bildirmayapmiz qilib. Ha, odam bo'lsa kulyapsizmi siz? Borish kerak-da, chaqo. Avtobus bilan ham boraman, 10 minutdan yuraman. Mana boryapman-ku. Uzrda. Yog'ilmagan joyga boryapsizmi? Siz kimsiz? Maskoriy pomishman. Mashina yonmay qoldi. Men taksiga pul beraman. Bu yerga taksida yetib olmayman, men pul beraman. Mana pul bor. Mana 200 ming. Ikkalar taksiga yetib olmayman. 4 ming oling, manasi ko'rdim. Xo'p. Yandeksda ketib, tezlashtiringlar, yo'q beryapti. Ha. Aka bir zo'r gap aytaymi? Ha, mayli, ayt. 5000 so'm bering aytaman. Aka, mana 240 mahalladan sizda allab ko'pala pul olib ketdi. Bular har doim shunday odamlar allab pullarni olib yuradi. Sen ham o'sha mahalladan deyman, bari pulni oling sen. Men ma'lumot aytdim-ku. Oching, men tushib qolay. Aka, sizga bitta gap aytaymi? Sen ham Qirqat mahallasidan. Tush yo'q bo'laykan, hozir rol bilan yeysan, pulim qolmadi, mana tush yo'q bo'l. Qirqat emas, Qirqat mahallasi aka. U 100 ming bo'lim mana. Aka, men sizni tondim. Men sizga obuna bo'lganman. Rahmat. 100 ming bo'lim mana. Mani peshxod ustiga tushirib ketasiz. Men dom to'g'risidan tushib qolaman. Oting nima? Begzod. Ha? Tush yo'q. Bitta sani obunang bilan men yulduz bo'lib qolmayman, tushundingmi? Tush yo'q. Kibir ekansiz. Mana, atpiska qilib tashladim. Oching eshikni. Shu qol. Qaytib qarang ko'rsatma. Birinchi to'xta, bakka. Birinchi obuna bu. Abrona shu o'tirgan ekaning-ku. Men senga obuna bo'lmayman. Sen kibirsan. Bakki. Menga aytyapsizmi aka? Avtobuschi deb yoz. Sразу obuna bo'lmagan. Davay, tezlashtir. Tushiraman bo'lsa. Bo'la akajon o'zi. Obuna bo'ldi. Mani hovlim Qizil Darvoza. Xo'p bo'ladi. Kallangizga uraysiz-da. Pulni terib chiqdim sho'pirga, zo'r bo'ldi bu reysimiz o'xshadlik. Ha, sen zo'r ishlayapsan, gap yo'q. Boshliq. Qanday, normalmi? Senda stajyor bor ekan-a? Ha, boshliq mana. Ha, yaxshi. O'tda avtobus hayda. Davay, hayda. Qanday yonardi? Deyona, yon o'tiribdi-ku, hayda. Mana buni skorsi yo'q-da. Diona, skoska turibdi, hayda. Senga berilgan bir bo'ldi. Nima qilibdi bu? Hayda, gazni bos. Gaz qaysiydi? O'rganib ketadi. Tortib ketadi. Bola basharasi aytib turibdi. Hayda, bo'l. U tortib ketadi bola. Bir endi plan tushunasizki, pul yig'ish konduktorim yo'q. Stajyorni ham bir ishlatasanmi? Bir marta bizga tushuncha bersang bo'lmaydimi? Aka, tormoz bosaymi? Signal bos, odamlar qo'ysin. Yurgan yo'q-ku, mo'l. Aka, blokirovka deyapti, lekin ichiga puli bor. Keyingi safar to'layman-a? Uka, meni tanimaysanmi deyman. Hammaga karta ordiraman, iloji yo'q. Ha, endi nima qilamiz? Kelikdan to'la, kelik bor-ku. Ha. Zaryad yo'q, o'chib qoldi-ku bu. Men senga zaryadchik beraman. Mana. Ha. Bolam tez yuraylik, kech qolyapmiz, ishlarimiz ko'p. Xo'la bu sizni ishingiz bilan bizning nima ishimiz bor? U karta urilyapti.
Ha, bo'lgandir. Qani? Ha. Klik programmam yo'q-ku. Play Marketdan ko'chirib kutib turamiz. Ha. Megabaytim tugagan-ku. Men senga tochka yoqib turaman. Davay. Ha. Hozir ko'chyapti. Mike 93lik nomerda kod kelmayapti. Men sim kartani qo'y, uzmobil. Telefon o'chirgan kalchasi yo'q-da. Kal. Aka shu keyingi safar to'laymi, ochayotmaylik shuni. Qalay, hozir qilib ol va kalit mana, ol sipka almashtir. Hozir to'laysan. Tezlash. Odamni kutib qolgan, shuncha odam. Odam emas ekansiz. Bir safar qo'yarsiz o'lasizmi? Mana. Oching eshikda tushib qolaman. Qarasam, odamlarda pul bor. Belgisi kelmayapti, ha? Aka. Bu avtobus emas ekan, boshqa avtobus ekan. Yuring, ketdik. Agar shu avtobus bo'lganda ham lekin yomon uradim, lekin endi qo'limni mushkul o'tdim. Sen kimsan? Aka uxlab qolma, eshik oching tushib qolay. Men sana jodi keldi deylanma. Tushuk bilay. Qarab tur, teksa aytasan. Davay, keling. Davay. Davay. Teksa. Men bu dunyoda adolat ko'rmadim. Bolt bilan Gayka turmush quribdi. Tuy zo'r bo'libdi. Tuyga hamma kulishga ketdi. Tuyda ertasi kuni Bolt rezasiga ekan, rezasi tushmabdi. Bu Bolt katta reza ekan, Gayka kichik reza ekan. Nima bilaydi, nima deysizlar? Kommentariy yozinglar. Aka tushib qolay, mazam bo'lmayapti. Nima bo'lgansan? Qaving og'riyapti. Sochim og'riyapti. Soching? Nima yeding? Non bilan muz yedim. Non bilan muz? Sani darding ham tayini yo'q, yegan ovqating ham tayini yo'q. Kartani urdi tushib ketdi. Karta o'rnaydimi? O'tayin avtobusmi bu? Yo'q, bu o'yin avtobus, nima to'lamaysan? Men o'zim tizimga o'tirib keldim. Gaping ham tayini yo'q sani? Qiziq yo'q, avtobusdan kirding, to'laysan, iloji yo'q, karta ur. Ishlamaydi-da kartam. Nima ishlamaydi? Beqan kartang? Kartang ham tayini yo'q-ku. Ma, bu ket. Rahmat. Yurishida ham tayini yo'q-ku mana. Noncha shaharlatasiz? Nima birovni izlayapsiz? Sahim paketim qidiryapman. Yo'qotib qo'ydim. Mana qo'lingizdagi emasmi? O'sha shaharlatayotganingiz shu emasmi? Ha, shu. Baba bebin koca vela. Bacham, mana pulim bor, kartam yo'q. Nima qilamiz endi? Muammo yo'q, xalq tashamiz hozir. Kim karta urib beradi, ha, pulni beraman deyaptilar. Men urib beraman. Bo'l, mana urib ber ekan. Mana bacham 2000 so'm. Ha, yo'q, shakman topib qo'yavering. Ol, xijolat qilma mani. Ol, shuni. Ha, bo'ldi, bitta duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Bo'ylama kirib duo qilib yuboring bo'ldi. Mayli, och qoling. Ilohim. Ilohim baxtingni Bo'ling aka, nima keyin? Nima? Ha, baxtingni ayting tez nima bu qolgan? Amin. Bo'ldi, o'zi 1700 so'mlik duo qilaman. Diqqat, bir odamning eshagi bor ekan, og'ir kasal bo'lib qoldi. Ko'z yumilib o'ylayapti ekan, ko'z yumilib egasi yalinishni boshladi. O'lma eshakjon, iltimos o'lma, men seni endi oftoblarda, quyoshlarda ishlatmayman, og'ir yuklamayman, oq yub oqtarayman, seni asrab avaylayman, o'lma eshakjon deyotgan. Ko'zini yumildi eshak. O'lma eshakjon, endi boshqa eshak yo'q, o'z bitta eshagi bor. O'lma eshakjon, iltimos senga arpa beraman degan ekan. Eshak shuni ko'zini ochdi. Endi arpani tip o'lib qoldi.
Savol. Eshak nima degan shu kommentariy yozinglar. Nihoyat yengil mashinada yurayotganlarga vakansiya. Ish topdim Yevropadan. 2000 euro otasan bu yoqqa qarab, kassa qilasan. Talablari rus tilini muloqot darajasida bilish kerak. 3 oydan ortiq yurmagan bo'lish kerak. 90 kundan ortiq yurmagan bo'lish kerak Yevropaga. Ya'ni 89 kun yursa bo'ladi, 90 kuni bo'lmaydi. 3 oydan ortiq yurmagan bo'lish kerak, rus tilini muloqot darajasida bilish kerak. Yana nima qilay? Mani bo'larim bo'lgan o'zim o'ylaysizlar, mirovallarim. Gazini bosish kerak mana. Bir to'yfa. Qani yotibdi-ku uyda mana kimdir nima qilishini bilmay yuribdi. Menga telefon qilinglar, maslahat patron tushundir. Faqat bekorchilar telefon qilmanglar. 3 oydan ortiq yurmaganlar va rus tilini muloqot darajasida bilayotganlar telefon qilinglar. Maslahat parbon zakon qilib tushuntiraman. Do'stim. Qanday sog'lik? O'ziz qanday? Shukr, yurimiz shukr. Mashina Naborotning pulini beraman. Ertaga seni olib tovarga ketaman. do'stligimiz vobshe xallashib ketadi. Mana $10,000. $10,000. Bo'ldi, ertalab ketirib beraman, tovarga ketasan. Davay do'st. Xo'p, jo'ra. Mayli. O'zi bu qaromini bildim shunday qilishini. 13 ga chiqsam, most usti bilan yuradi. 99 ga chiqsam, most pasti bilan yuradi. Yo 54 ga chiqsammikan? 13 ga chiqsam, kartam ishlamay qolsa, Yandeksga ketsammikan? Nima bo'lsa bo'ldi, 13 ga chiqaman. Alamlar.